Assalomu alaykum. Efirda Xorazm 24 axborot dasturi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston prezidentlari ishtirokida o'tgan maslahat uchrashuvi yakuniga yetdi. Toshkentda o'tgan ushbu tarixiy sammit maslahatlashuv formatidan strategik sheriklikni ifodalovchi uchrashuvga aylandi. Unda o'zaro aloqalarni yanada mustahkamlash bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Ko'p tomonlama hujjatlar imzolandi. Aytish mumkinki, oliy darajadagi muloqot va kelishuvlar qardosh xalqlar o'rtasida o'zaro teng manfaatli aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan hamkorlikning yangi va yagona makonini yaratdi. Bu orqali O'zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qozog'iston birdamligi dunyoga yorqinroq namoyon bo'ldi. Davlatlar o'rtasida uzoq yillar davomida ilk bor birgalikda oldinga qarab borish uchun poydevor yaratildi. Sammit yakunlangan bo'lsa-da, mamlakatimizda mintaqada do'stlikni mustahkamlashga qaratilgan oliy darajadagi tadbirlar davom etdi. Ko'ksaroy qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va mamlakatimizda davlat tashrifi bilan bo'lib turgan Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov ishtirokidagi muzokaralar hamda delegatsiyalarning kengaytirilgan tarkibdagi uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Ularda o'zaro savdoni ko'paytirish va sanoat, energetika, transport, mashinasozlik, qishloq va suv xo'jaligi sohalarida samarali kooperatsiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Hududlar aro almashinuvlarni yanada kengaytirish muhimligi ta'kidlandi va Xiva shahrida 3-hududlar forumini o'tkazishga kelishib olindi. Bu boradagi amaliy ishlarning yorqin namunasi sifatida Shovot-Toshhovuz qo'shma chegara oldi savdo zonasi ishga tushirildi. Shovot-Toshhovuz qo'shma chegara oldi savdo zonasi hududida direksiya bojxona, karantin, fitosanitariya va veterinariya xizmatlarining ma'muriy binolari, savdo pavilyoni va omborlar joylashgan. Bu yerda yagona darcha tamoyili asosida davlat xizmatlari ko'rsatiladi. Interfaol tizimlar, bank, tibbiyot va mehmonxona xizmatlari uchun zarur infratuzilma, shuningdek katta avtoturargoh ham tashkil etilgan. Zona faoliyati umumiy aholisi 3,5 milliondan ziyod bo'lgan ikkita muhim hudud O'zbekistonning Xorazm viloyati va Turkmanistonning Toshhovuz viloyati o'rtasidagi savdo iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiladi. Hamma kayfiyati chaq, vaqti xush. Nega deganda, men yana shuni xursand bo'lib aytamanki, ularning borligi bilan bizlarning borligimiz ulardagi amoqda qilganda yana ikki mamlakatning rivojiga katta bir yordam qiladi deb umiddamiz. Mana ikki mamlakatning prezidentlarining bir-biriga aytgan samimiy so'zlari, mana shu qarindoshlarning bizga nisbatan, bizlarning ularga nisbatan aytgan samimiy so'zlari bu abadul abad bo'lsin. So'nggi yillarda ikki davlat rahbarlari siyosiy muloqot va iqtisodiy yaqinlikni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. Natijada savdo aylanmasi yildan yilga oshib, chegaralarda yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Chegara savdo zonasi ana shu strategik qarorlarning amaliy natijasidir. Zonada oziq-ovqat, qurilish materiallari, kimyo sanoati mahsulotlari, elektrotexnika buyumlari, to'qimachilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eng talabgir hisoblanadi. Savdo markazining Turkmaniston tomoniga o'zbek qardoshlarimiz va O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turkman millatiga mansub yurtdoshlarimiz o'tishdi va mana guvohi bo'layotganingizdek ikki qardosh xalqning o'ziga xos diydorlashuvi onlari ham yetib keldi va ikki xalq vakillari mazkur savdo markazini bir-bir bilan qutlashmoqda. Turkman qardoshlarimiz xorazmliklarni o'ziga xos yuksak iltifot ila qarshi olishdi. Har qadamda kuy-qo'shiq jarang sochdi. Milliy urf-odat va an'analar tarannumiga bag'ishlangan ko'rgazmalar namoyish qilindi. Bugungi kun Turkman xalqina, o'zbek xalqina muborak bo'lsin. Bugungi kun eng ulug' kun. Bu kunlarda biz xorazmliklar Kekesh davridan, Arslan Bobte davridan, Jaloliddin Manguberdi davridan birga yashab, birga yurib, birga yeb, birga ichib, birga yurt uchun, el uchun xizmat qilgan odamlar bugun uchrashib quvonishib turibdi. Shu quvonish abadiy bo'lsin. Mana shu kunlarda yaratib bergan bizga prezidentlarimiz omon bo'lsin, ularni boshi omon, beri baquvvat, oyoqlari mustahkam bo'lib, elga, yurtga juda ko'p xizmat qilsinlar. Shundan so'ng savdo markazining Turkmanistondagi qismi faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Bu yerda Turkmanistonda ishlab chiqarilgan oziq-ovqat, to'qimachilik va boshqa turdagi mahsulotlar o'rin olgan. Bir piyola choy ustida muloqotlar davom etdi. Bugungi dorilamon kunlarga shukrona keltirildi.
Özbek Türkmen yok bizlerde. Ağzımız bir, kulağımız kardeş gün, toyumuz bir, melekemiz bir. Hemice yaxşı günlerde katlaşamız. Özbekistan'daki kardeş doğallarımız bilen görüşmek için imkaniyet yaratıp verdi prezidentlerimiz. Şuna min rahmetler bolgay. Çayxanamız var, mehmanxanamız var. Hemme şarayet yaratılgan. Özbek Türkmen dostluğu hemice ebedi bolgay. O'z o'rnida turkmanistonlik birodarlarimiz ham Xorazmda mehmon bo'lishdi. Ularga alohida ko'tarinkilik xorazmcha kuy-qo'shiqlar bilan peshvoz chiqildi. Daşqo'da viloyatida Şeylixim Xorazm viloyatida 2 tane dost doğulluk yurtların arasında Terxatyaqa şəhəri, yəni bazarı açılıb ulanılmağa verildi. Bu hörmətli prezidentimiz Serdar Berdimuhamedovun Özbekistan Respublikasına iş səfərinin çəklərində iki dövlətin arasında keçirilən dost doğulluk qatnaşıqlarının nəticəsində Şeylixim iki yurt üçün özara bəxvitli qatnaşıqlarının nəticəsində, yəni onun bir taraflıq siyasətinin aslında bugün bir neçə siyasi vaqaların, tarix vaqaların şahidi olduq. Özbekistan Respublikasının prezidentinin Şeylixim Türkmenistan'ın hörmətli prezidentinin AK Parti vermeginde Söğda merkezi açıldı. Bu olsa gelecekte bu iki yurdun, iki halkın gelecekte dostluklu, doğulluklu qatnaşmaklarına, öz medeniyetini devam etmeye, alış-çalış sevda etmeye giyin yardım veriyor. Şeylixim bugünkü Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan Respublikasına iş səfərinin çəklərində Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev tarafından Ali dereceli ordeni, yani yukarı dostluk ordeni bilen sıylıqlandı. Bu sıylık, bu Özbek halkının, Türkmen halkına koyan sıylık hurmat sarpasının nişanıdır. Savdo pavilyonlari faoliyati bilan yaqindan tanishildi. O'zbek-turkman chegara savdo markazi nafaqat tadbirkorlar, balki aholi uchun ham katta imkoniyatlar yaratdi. Yangi ish o'rinlari, xizmat ko'rsatish nuqtalari, yo'llar, infratuzilma, bularning barchasi mintaqa iqtisodiy rivojiga turtki bo'lmoqda.